Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz hozir sizning va bizning uyimizga keldik, ya'ni Mavrid loyihasiga. Birinchi o'rinda e'tibor beringlar, loyihani kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Kelinglar, cho'zib o'tirmasdan Jasur obzorni boshlaymizmi? Olovidan beramiz o'rtoqlar, qani ketdi. Men A blok haqida aytib bersam. Hozirda bu blokning fasad qismida ishlar qizg'in davom etmoqda. Oldida travertin ishlari olib borilayotgan bo'lsa, aynan shu blokning orqa tomonida esa devorlar shkaturka qilinmoqda. Podezlar esa alohida mavzu. Xonadonlarning eshiklari o'rnatilgan va ko'rib turganingizdek, podezlarda chiroqlar ham qo'yib yoritilgan. Bir tonalik ikkita liftlarimiz ham o'rnatilish arafasida. C blokda ham ko'p yangiliklar bor ekan. Tomda izolyatsiya ishlari tugabdi. Fasad qismida esa ko'rib turganingizdek, shkaturka ishlari 50% qilib bo'lingan. Xullas, C blok ham orqada qolayotgani yo'q. B blok meni eng yaxshi ko'rgan blokimda. Chunki bu yerni tashqaridan ko'rinishi o'zgacha. Qolaversa, gazoblok terish ishlari 9-10 qavatlarga chiqqan. D blokda esa shoshmang. D blok borligini siz bilarmidingiz? Men shaxsan bilmasdim. Mavridliklar D blok deb avtoturargohni aytishar ekan. Bu yerda ham yaqin kunlarda beton quyish ishlari boshlanar ekan. Yangiligimiz shulardan iborat edi. Mavridliklarga omad tilagan holda keyingi safar tayyor bo'lganda kelamiz.